Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz bilan o'tgan darsimizning mavzusi ratsional tensizliklar, intervallar usuli. Bizga bunda bir tensizlik bersin deylik. Bu tensizlikni intervallar usuli orqali qanday yechamiz? Intervallar usuli orqali yechganda biz har qanday tensizlik bo'lsin, uning oldi bilan nollarini, yat tomirlarini topamiz. Demek berilgan tensizlikdan nollarni topaylik. Nollarni tepish degan so'z u nolga tenglashtirish. Berilgan tensizlikda biz nima yapamiz? X minus 3 köpeytilen x plus 4 teng nolga, bunu ayrım x minus 3 teng nolga yoki x plus 4 teng nolga deb bunda yazamiz. Birinchi tenglimimizdan bizim x teng 3 chiqadi. İkinci tanımımız kaç oldu? X'ten minus 4 oldu. Berilgan tomirlarni apırıp sanal qo'salmiz. Sanal qo'salmiz. Anki belgilaymiz. Birinchi bizde minus 4 belgilandi. Yaxshilab bo'yab qo'yaylik. Minus 4. Anki bizde 3. Endi Xalqın aralıqdaki bir san alma. Meni üçün en qolaylik san bu 3'nün keyindeki, yani 3'nün 10 tarafındaki yeni başta aytganda 3'nün çoğarak bir san alma. Ben 10'nu alay. 10'dan 3'nü alma. 7 bu tamıqsı boyunca icabi san. Bu 10'nu yapıp ikinci tırnakçıdı mı? X 10'u koyma. 10'u 4'ünü koysam 14 icabi san. 2 icabi sanı köpeğinisi icabi san. Andaki tamıqlarını almaştırıp koyutma. İcabi san, selbi san, icabi san. Demek icabi bu ayağı doğunu yukarıda kartma, selbi bu ayağı doğunu astıdan, andaki icabi bu ayağı şundak doğunu yukarıda kartma. Biz ötken dersi buna tanısını yeşip köygen, yani parabolun yardımı arqılı yeşken tuq. Bugün dersimizde biz intervallar usulu arqılı yeşiyatımız. Intervallar usulunun bir alahidligi bir yerde pakatla her bir aralıktaki tamığı iniqlab keraklik, yani aralıqni iştirklab cevabını yazsaq bo'ldi. Biroq buning bir o'zining bir nimasi bor, qanaqasi bo'ldi? Bir oshqush bor. Bu oshqush unimi tamlarning almishi, yani ba'zi bir yana italiq minus 4 bilan 3 ning oralig'idagi sonni bermayla biz tamg'isi aniqligini bo'ldi. Yani bir tamg'lar almashib keldi, ba'zida qaytildi. Yani qaranglar, bu yerda biz tamg'lar har bir tomirda ham qilib almashdi. 3 ning ikki tarafida, bir tarafida ijobiy san, ikkinchi tarafida salbiy san. Minus 4 ning o'ng tarafida salbiy san, so'ng tarafida ijobiy san. Demak, bergan tensizlikda kerak araliq, buning deydi bergan tensizligimiz nima so'raydi? Kichik yoki teng noldan. Ya'ni bizning so'raydi salbiy san bilan nolni so'raydi. Nollarimiz mana bizda minus 4 bilan 3, ya'ni 3 ni bo'yashga kechirsa, salbiy aralig'imiz mana minus 4 dan 3 kishi bo'lgan araliq. Shunday javobini beramiz. Minus 4'ten 3'e deb bundaq yazımız. Demek biz nima qildik? Tamg'larni almashtirib qo'ydik. Endi ba'zida tamg'lar qaytildi. Endi qaysi vaqtda tamg'lar qaytildi, qaysi vaqtida almashdi. Agar bu yerda tomir sani buni ichiga yat tomirimi kirdi? Yat tomir. Tomir sani eğer cüp bulsa italiq 5'ten işikta al hazır üçeni verme tem toları cüp bulsa şu tomirning ikki tarafi nima bo'ldi? Tamg'isi birdek bo'ldi. Birdek bo'ldi. Agar tomir soni tag' bo'lsa, shu tomirning ikki tarafi tamg'isi bo'ldi, har xil bo'ldi. Bir tarafi ijobiy, bir tarafi salbiy, demak bir so'z aytganda har xil. Endi tomir soni jup bo'lsa nima so'z? Italiq bundaq bir tirnoqchalar berildi. Mayli 10 tal bersin, kichigiga ketgan qanday bir tensizlik. Birinchi tirnoqchining bizning nolimiz 5 chiqdi, ham italiq oxirgi tırnakçının bizimizden nolimiz 5 çıktı.
5'ni kaçta alba bizde? 2 alba dursun. 5 2 alba. Demek bu 5'tin 2 tal. Tomur sani kaçta al? 2 tal. Tomur sani 2 bolsa bu cüp san. Demek bu 5'nin 2 tarafidagi tamga qanaq birdek plus bolsa 2lik plus chiqadi, minus bolsa 2lik chiqadi, minus chiqadi. Uni tekshirish kerak. İtalok 5'tin agar 1 tal bolsa-chi, 1 tal bolsa u 1 u taqsan. Demek 5'nin 2 tarafi ne bo'ldi? Har xil bo'ldi. Ya o'ng tarafi ijobiy, ya so'ng tarafi salbiy bo'lamdi, ya aksincha so'ng tarafi ijobiy, o'ng tarafi salbiy bo'lamdi. Shunday bo'lishi mumkin. Yoki İtalok birinchi tırnaqdan 5 chiqdi, ikkinchi tırnaqdan 5 chiqdi. Hem 4-chi tırnaqdan x'dan 5 chiqdi. Sananglar 1 2 3 3 tal 5 u taqsan, demek şu tomordan 2 tarafdan tamg'in bo'ldi, har xil bo'ldi. Hozir buni hisoblashda ko'rgan bo'lamiz. Qimmatda kelasi misol bizda buni hisob beribdi. 3x plus 4 kelasi tırnaqchida 2x minus 5 cho'ng 2 tang 0 deydi. Aldıben 0'ını tapmaz. Birda bunda yazılı bo'ldi. 3x plus 4 tang 0'ga yoki ikkinchi tırnaqchim chiqdi bizda 2x minus 5 tang 0'ga. Bu yerdan x tang 4 ni o'ng tarafga o'tkazsak minus 4 bo'ldi. Birda 3 bo'ladiz minus 3 dan 4 deb bunda yazılı bo'ldi. Kelasida 5 ni o'ng tarafga o'tkazsak 2x tang 5 deb yazılı bo'ldi. Yani x deb uchun 5 ni 2 bo'lib 2.5 deb yazılı bo'ldi. Yani bu yerda biz aralasan o'ylantirsak minus 1.3 bo'ldi. Demek bu sallanı biz belgileyeli. San okuda. San okuda belgileyme. Aldı bilen biz selbi san belgiledi. İpik. Minus 1.3'tün 1. Andakin bizde icabi san. Bu bizde 2.15. 2.15'tin çoğarak bir sanı alaylı. Ben adadaki özümden ügünüm kalan sanımı 10 alay. 3 ya da 10, 30. 30'ga 4'ünü koysam 34 tamlıqsı icabi san. 2'ni 10 köpeytsem 20, 20'den 5'ni alsam 15 tamlıqsı icabi san. 2 icabi sanı köpeytse icabi san. Plus. 2.15'den kaç tal var? Bu 1 tal. Şundak bu. 1 tal. Bu 1 bu taqsa. Demek tamgılim kul almıştı. Plus'tu minus almıştı. Yani minus 1.3'tün 1. Bunun kaç tal var? 1 tal. 1 tal. Bu 1 tal bu bizde kanalsan bu taqsan. Demek minus'tun plus kalmıştı. Plus bayağı doğulunu yukarıdan, minus bayağı doğulunu tövünden almış. Yani kereke bizim soruda çoğun 2 tane 0. Demek bizim soruda icabi isam bile 0'ın soruda. Demek icabi isam bayağına ştrihlayımız. Şundan biz cevabını yazmış. Demek bir tanesinin cevabı minus çeksizlikten minus 1.3'tün 1 geçe. Dik tırnakçıya geçiyorsa 1 kudu 2.15'ten plus çeksizlik için. Yani bir kadın kayıt beri karanlar. Bir yerden 2.15 çıktı, bir yerden minus 1.3'tün 1 çıktı. Ben 2.15'ten çoğun arasından 10'dan tamla hesapla bir plus çıktı. Yani 2.15'ten kaç tal? 1 tal. 1 bu kanaksan taqsan. Demek tamga 2 yakın kılı almıştı. Kelesi minus 1.3'tün 1 kelime. Her bir tomuru bir tekşireyme. Minus 1.3'tün 1 kaç tal? 1 tal. Demek 2 yakın tamga kılı almıştı. Şunda İsa'mızın cevabı minus çeksizlik minus 1.3'tün 1 için 2.15'ten plus çeksizlik için. Kelesi bunu da hesap alayım. İtalok minus 2 tırnak içinde 7'de inleğen 5x deydi. Kelesi tırnak içinde 2x plus 3 deydi. Şu an 2 tam 0'dan. Endi ben bu minusdan qutulub alay. Bu minusdan qutuluş için ben minus 1'ge köpeytsem bo'ldi. Minus 1 köpeytip alay. Şu çağın bo'ldi 2 tırnak 7'de inleğen 5x öz bir çıkaldı. 2x plus 3 yani öz bir çıkaldı. Bu tens tamıqsın bo'ldi. Eksince qarım qarşılık özgürdü. Qaranlar boyap qo'yay, men undash belgisi qo'yib qo'yay. Nima uchun? Minus 1 ko'paytgan uchun tens belgisi qarım qarşı o'zgardi mana. Yani qaranlar biz bunu her birisini 0'ını tapmiz. Bu ishga tura qilsam bu 0'ga hech qanday aylanmaydi. Bu yerda o'zgarish va 0'ga aylanishi mumkin. Shuning uchun deb yozma 7'de inlegan 5 x tang 0'ga yoki ikkinchi tırnaqchani bizning kelib chiqdi 2x qo'shilgan 3 tang 0'ga. Bu yerda minus 5x tang 7'de o'ng tarafga o'tganda minus 7 bo'ldi.
x tip üçün minus 7 minus 5 böletsem selbi san desem ijobiy san chiqdi 1,14. Kelesi b'de 2x teng bolu minus 3'ge x teng bolu minus 1,15'ge. Endi apırıp san o'qizaymiz. Endi biz tomirlarni belgilab birinchi minus 1,15 bo'ldi. Andan keyin 1,14 bo'ldi. Men bergan tenglik minus 1 ko'paytganda bu tenglik o'ziga teng ma'noda tengsizlikni qilib almashdi. Har ikkala tenglikni yechim birdek. Men oxirgi tenglikka qaray, yana odatdagi holatda 1,14 cho'ngroq son. Men o'zimga qulaylik sonim u 10. 5'ni 10'u köpeytme 50, 7'ni 50'ni versem selbi san çıkıyor. Tam bu kısa kop koyuyor tepsi unutkamak için. Kelesi 2'ni 10 köpeytsem 20, 20'den 20'ge 3'nü koysam 23. Tam bu kısa icabi san. Tam bu kısa kop koyuyor. Yani karama bu bizi 2 icabi san. İcabi sanı selbi san köpeytsek İcabi san selbi san köpeytsek selbi san. Selbi sanı yeni icabi san köpeytsek selbi san. Demek 1,14'nin 10 tarafi bize kanasan çıkartıdı selbi. Şunu bu minusu tön tarafi koyumuz. Kelesi yani 1,14 qini mana kaçta bu? Bir tal boğalıqtın bu minus plus kırmızı almıştı. Kelesi minus 1,15 qini mana bu kaçta? Bir tal. Yani bu nimkulu plus'tu minus kalmıştı. Demek yani doğularını aylandırıp koyumuz. Kerek arıqlı nimkulumuz ştrixlayımız. Biz de ahırkı tensizlik boyunca yaşadık bunu. Ahırkı tensizliğini soradıdı. Kiçik eki tam 0 dedi. Demek biz selbi san bilen 0'ını soradıdı. Demek bir tensizlik için yişim minus çekizlik minus 1,15 kiçe 1,14'ün plus çekizlik kiçe. Bunda his koyulu. Şuna yesamiz ayak ulaştı. Hazır kelesi mana bir tengsiz yechib ko'raylik. Bundaydi. Mana bir funksiya berildi. Y tomir ostida 5 inlig'an x bir tirnoqchada ko'paytirilgan ikkinchi tirnoqchimizda 2x inlig'an 7 berilgan funksiyaning aniqlanish sahasini tepinglar deydi. Ba'zida bu X'nin qandaq ma'nosida ifodaning mohiyati bo'ldi yoki o'zgarmaning qandaq ma'nosida ifoda mohiyati bo'ldi yoki mushtaq yoki aniq asos tepinglar deb mushtaq bir so'zlar bilan keldi. Bu esa hech qanday qiyin emas. Biz bilamiz tomirdan aytib bir salla chiqdi, durustmi? U yana qandaq salla? Agar tomir ostida ijobiy san bo'lsa, bundan faqat ijobiy san chiqadi. Agar tomir ostida 0 bo'lsa, demak bundan faqat nima chiqadi? 0 chiqadi. Ammo tomir ostida hech qanday salbiy san bo'lamaydi. Kvadrat tomirda undan ham salbiy san chiqmaydi. Demak, bizning tomir ostidagi sanimiz ijobiy san bo'lishi kerak yoki 0 bo'lishi kerak. Tomir ostidagi san, durustmi? Demak, bu tomir ostiga ifodani yozib olamiz. Ayrim 5 inlig'an x kelesida ko'paytirilgan 2x inlig'an 7. Biz ifodamizni yozdik. Ijobiy va 0 bo'lishi uchun cho'ng yoki teng 0 deb bundaq bir shart qo'yamiz. Andan keyin biz bu tengizga yechimiz. Intervallar usulini foydalanib 0'larni topamiz. Deb bizimiz 5 inlig'an x teng 0'ga, bu yerdan x teng qanchaga? 5 ga. 2x minus 7 teng 0'ga, bu yerdan 2x teng 7 ga, x teng qanchaga? 72 bo'lsak 3,15 ga. Demak biz 0'larni tepib oldik. Andan keyin son o'qib solamiz. Sana olsak birinchi bizni belgilandi 3,15. Andan keyin bizni belgilandi 5. Yani qaranglar 5 ni cho'ngroq son olaylik. Men adadiy holatda 10 ni olaman. 5 ni 10 ni olsam minus 5 bo'lib bizni salbiy son. 2 ni 10 ko'paysam 20, 20 ni 7 ni etsam 13, 13 bizda ijobiy son. Demak, ijobiy sanni salbiy son ko'paytsak, ya'ni salbiy sanni ijobiy son ko'paytsak, bizda tam qism bo'ladi salbiy bo'ladi. Demak, 5 ni 10 tarafidagi 10 ni yedim. Mening ko'paytganda bu ifodaning ma'nosi qanday chiqadi? Salbiy son. Salbiy son yuqoriga emas, asli qayerga qo'yishing? Tövüniga qo'yinglar. Andan keyin demak, ana qaranglar. 5 ni qancha tal bor? 5 mana bu yerdan chiqdi. 5 ni 1 tal. 1 tal. 1 tal bo'lsa minus plus qilib olmishdi. Mana plusni yuqori qo'yinglar.
3,5'ten bu bir tal. Demek bir tal bolsa plus'tu minus qilib almashtirib bunda tamamını qo'yamiz. Demek berilgan tenglikning javobi cho'ng 2 teng 0 dan deydi. Mana mayda bu nimani so'radi bizda? Ijobiy son bilan 0 ni so'rayapti. Demek mana buni oraliqdan shtrixlab qo'yamiz. Demek berilgan tenglikning javobi 3,5 dan 5 kichik. 3,5 dan 5 kichik bu ijobiy berdi. 0'ları qanday desanglar, mana bu tomirlar bu nimasi bo'ldi? 0'ları bo'ldi. Endi bizga bunday bir tenglik bersin deylik. Bu tenglikning nomi ratsional tenglik. Ratsional kasr degan nima? Agar qanday bir kasrning maxrijida qanday bir belgisi o'zgarguvchi bo'lsa, bu ratsional kasr bo'ldi. Bergan holatda bizning bu tengligimiz qanday tenglik bo'ldi? Ratsional tenglik. Chunki maxrijning bor o'zgarguvchi yana x'imiz bor. Bu ratsional tenglik qanday ishimiz? Ratsional tenglik yechganda buning 0'larini topamiz, ham yot tomirlarini topamiz. 0'lar degani nima? Ya'ni bu tenglikni 0'ga aylantiradigan sonlar, ya'ni tomirlar. Yani yot tomirda buning mohiyati bo'lmaydigan. Yani qaysi tomirlarda bu ifodamiz mohiyati juturdi. Shu tomirlar. Onu qanday chiqamiz? Surutini avtomatik 0 tenglashtiramiz. 3x kvadrat elingan 5x plus 2 teng 0. Maxrijini bir dilni bezimiz x kvadrat elingan 9 teng emasligiga 0 ga. Mana maxrijini nima chiqdi? Yot tomirlar chiqdi. Nimishki teng emas 0 ga deymiz? Chunki agar 0 bo'lib qolsa, sonni 0 ga bo'lishga bo'lmaydi. Bizga boshlang'ich sinfda gütüvatıdı. Şu sebepten maxrijli ifademiz hiç qachon 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Demek berilgan tengliklarning 0'larini topaylik. Bizimiz birinchisi bu bizning kvadrat tenglimi, diskani topaylik. D teng 5'in kvadratı 25, elingan 4 köpeytilgan bunu 3'imiz keldi, durusmi? Köpeytilgan qancha? Bunu 2'miz keldi. 25 qaydan chiqdi? Bu 5 nimasi kvadratı. Teng 25 köpeytsem 24 bo'ldi, ivetsem 1 bo'ldi. Demek bu 1 bizning 1 nimasi kvadratı. Kelasi x1 teng kesirsangiz bu minus 5 bo'lsa bu 5 deb yozildi. Elingan bir yerden qancha keldi? 1 bo'lib keldi. Tomirasini chiqarsak, maxriji 2 köpeytilgan 3, yani bu 3 sonni 2 köpeytimiz teng 5 elingan 1 bölüngen 6. 5'ten 1 demek 4, 6 o'zaro qisqirib 3'ten 2 bo'ldi. Keleside x ikinci tomirimiz bu bizi eğiz çıkarılan tomir asli 5 ki 1'ni qo'shib 6 ga bölüyotimiz qancha bo'ldi? 1 chiqadi. Demek berilgan tenglikning 0'ları 1 bilan 3'ten 2. Endi yot tomirni topaylik. Bu bizning nima? Yot tomirlar. Yot tomir bo'la olmaydi. Yani x kvadrat nebezimiz teng emas minus 9 10'ga o'tgan bo'ldi, plus 9 bo'ldi. X kvadrat teng emas 9 qanchaning kvadrati plus minus qanchaning 3'ning. Yani bizni qaranglar 4 tal tomir, yani sizaymiz. Bularni son o'qib belgilaylik. Hech qanday qiyin emas bu tenglik. En kichik son bizda minus 3. Minus 3 ochiq bo'ldi. Bu bizning yot tomir. Minus 3 yo'qmaydi ki qabul qilmaydi. Teng emas deydi. Kerak emas degan so'z. Kelasi bizda 3'ten 2. Bu bizda bo'yildi. Andikin bizde 1. Andikin bizde 3. Bu bizim bu ochiq bo'ldi. Yani bu ne için bo'yaldi? Mayda teng degan uchun bo'yaldirsiz. Agar teng bo'lmagan bo'lsa 3'ten 2 bilan 1 bo'ldi, ochiq bo'ladi. Endi men 3'ning o'ng tarafiga qanday bir sonni olay. Men adat qalat qanchani olmay? 10 ni olmay. 10 ni bir berilgan 5 ga tenglik bir hisoblayman. 10 ning kvadrati 100. 100 ni 3 ko'paytsam 300. 5 ni 10 köpeytsem 50, 300'den 50 ni vetsem 250, onun 2'ni qo'shsam baribir ijobiy son chiqdi. Surati ijobiy. Yani şu 10'na bir maxrijida x'ni o'rniga qo'yma. 10'ning kvadrati 100. 100'ning 9'dan alsam 91. Bu 91'ni men qanasam ijobiy son. Endi bu kasr bo'lishini bildirdi. Ijobiy son bo'lib o'tsa ijobiy son. Demak 3'ning o'ng tarafidagi 10 ni olgan holatda mening bu kasr ma'nosini chiqdi ijobiy son. Yani her bir aralıktaki tamamlarını tekşirip tepiş gerek aslında şunakla. Men bırak intervallar usulunun özünün bir alahide bir aşkuşunu paydılma. Yani bu tomirlarının sani. 3 degan tomirdan qancha tal bor bizda? 1 tal bor.
Şundaq-ku. Mana bir tal. Demek plusdan minus qilib almışdı. 1 degan tomordan bu 1 tal. Demek minusdan plus qalmışdı. Kelesi 3'ten 2'den bu 1 tal plusdan minus qalmışdı. Minus 3'ten 1 tal minusdan plus qilib almışdı. Yani doğulan qoyma plus baya yuqurda boldu. Minus tövünde, plus yuqurda, minus tövünde, plus yani yuqurda mundaq ketidi. Endi bizde bu tengizlikni so'radi. Palanchi bugunchi tengsizlik cho'ng yoki teng 0dan biz so'radi ijobiy san bilan 0 ni so'radi. Demak, qani ijobiy yorliqlar mana ijobiy yorliqlar shtrixlaymiz. Demak, berilgan tengsizlik javobi bo'ldi. Minus cheksizlikdan minus 3gacha. Bu bizim birinchi yorliqimiz. Kelesi yorliqimiz 1 kido 3dan 2dan 1gacha. 1 kido kelesi bizde 3dan plus cheksizlikchi bo'lib bundaq javob yozamiz. Kelesi endi bundaq bir tengsiz yechib ko'raylik. X minus 5 deydi. Bölüngen x plus 1 deydi. Cho'ng 2dan deydi. Endi qarang, bergan tengsizlik bilan erish kelsa, mana aytganda ratsional tengsizlik bo'ldi. Endi bunda holat qana qilamiz? Biz o'ng tarafdagi barliq son bo'lsin, ifode bo'lsin, hammasini supurib songa o'tkazamiz. Demak, o'ng tarafda yolg'iz 0 ni qoldirishimiz kerak. Onun uchun men nima qilaman? Hozir buni sizga chatish ketmish uchun sizga o'sha bo'lib o'tay buni. Men bu 2 ni o'ng tarafga o'tkazib olay. X minus 5 bo'lingan x plus 1 minus 2 cho'ng 0 deb buni yozib olaman. Endi kasrdan qanaqa bir son elish kerak. Sizlar 5 ni sib o'tmang. Kasrlarni elish uchun umum maxraj berishimiz kerak, do'stlar. Yani maxraji har holatda. Umum maxrajim bo'ldi x plus 1 bo'ldi. Endi x plus 1 ni x plus 1 ga bo'lsam cho'q qisq 1 dan keldi. Endi bu 2 ni aslida har qachon 1 bor deb o'ylayveringlar. X plus 1 ni 1 ga bo'lsak x plus 1 dan tegdi 2 ga. Endi 1 ni har qanday son ko'paysa o'zi chiqadi. Endi bu bizde minus 2 shunday qo'y, 2 emas, bu minus 2 bunu minus unutqamanglar. Minus 2 ni x ko'paysak minus 2x, minus 2 ni 1 ko'paysak minus 2 cho'ng 0 dan. Endi bergan kasrni surdini yig'ishtiraylik, o'qish yozalarni. Maxraj o'z pechi yozib olamiz. X element 2x minus x bo'ldi. Andan keyin minus 5 minus 2 minus 7 bo'ladi. Endi shu ma'no bo'ldi, cho'ng 0 deb bundaq yozg'ili bo'ladi. Yani bergan kasrning biz yat tomirlarni ham nollarni topaylik. Suratidan ne bezmiz? Bu suratidan chiqayapmiz. Minus x minus 7 ni teng 0 deb yozamiz. Maxrajga ifodamiz deb yozamiz. X plus 1 teng emas 0 ga. Mana oldingi hisobda maxrajdan chiqqan ifodani teng emas 0 ga deb yozgan. Bu yerda x plus 1 teng emas 0 deb yozamiz. Minus x teng 7 bo'ldi. Minus 1 ko'paydi olma, şu x teng qancha bo'ldi? Minus 7 bo'ldi. Bu yerda x teng emas plus 1 10 o'tgan bo'ldi, minus 1 bo'ldi. Bergan tomirlarni solamiz. Bizde birinchi eng kichik biz minus 7 ochiq bo'ldi. To'g'rimi? Teng emas minus 1 bo'lmay bo'ldi, bizda ochiq bo'ldi. Endi men minus 1 ni cho'ngroq sonni olay. Ben 10 alsam bo'ldi. Salbiy sonni cho'ngroq alsam bu 0 alsam bo'ldi. Shundaq-ku. 0 bu qo'ydan bekmo qolayliq. Nimishga desanglar bu 0 yo'q degan so'z. X o'rni 0 qo'ysanglar yo'q, faqat qancha qildi? Minus 7 qildi. Shundaq demak minus 1 ni cho'ngroq alsam bu 0 ni oldim. 0 ga bir x o'rni qo'ygan bu 0. Bu yo'q degan ma'no bildirdi. Qancha faqat minus 7 qoldi. Demak surda salbiy son chiqdi. Bu 0 ni maxrajga olib qo'ymay 0 bir qo'ysam bu yo'q, faqat qancha qildi bizda 1. Yoki 0 ga 1 dan qo'ysak 1. Bu bizda ijobiy son. Yani salbiy sonni ijobiy son bo'lib o'tsam, kasr bo'lish degan ma'no bildirdi. Bizim chiqdi salbiy son. Demak 0 ni qo'ygan holatda bizim chiqdi salbiy son chiqdi. Endi bu minus 1 dan tomirlar sonni izlaymiz. Minus 1 ni qancha tal? Minus 1 ni mana 1 tal. Demak minusdan plus tomirni qilib almışdı. Endi minus 7 ni qancha? Bu 1 tal plusdan minus qilib almışdı. Endi bu tengizlik neydi? Oxirgi tengizlik belgisi qarab o'taylik. Cho'ng 0 deydi. Demak ijobiy orliqni bizni so'rayapti. Ijobiy orliq plusni biz qo'ydik. Demak javobimiz bo'ldi minus 7 dan minus 1 gacha bo'ldi.
Kelesi yana mushunda bir ratsional tengizlik qarashtirib o'taylik. Kelesi tengizimiz yana ishtal kasra berilsin deylik. 7 bölüngen x minus x bölüngen 7 deydi. Çoğun 0'dan deydi. Bergen tengizlikni qanday ishimiz? Men boya aytgandek, o'ng taraf soni supurib so'ng tarafga o'tkazamiz. Ham ularni bir kasrga qilib yig'ishtirib kerak. Demak, bu yerda ishtal kasr. Nima qilamiz? Buni bir kasr yig'ishtirma. Qanday bir kasr yig'ishtirma? Bergan kasrni nima qilma? Elishni o'rinlashim kerak. Yana mahraj arqilga un mahraj bermay 7x bo'ldi. 7x ni x qilib bo'lsam 7 ni tegdi. 7x ni 7 ga bo'lsam x ni tegdi. 7 ni 7 ko'paytsam 49 minus x ko'paysam x kvadrat cho'ng 0. Endi men surdagi ifodani 49 elg'an x kvadratni teng 0 deb yozma. Bu mahrajniki nima deb yozma? 7x teng emas 0 ga. Ben x teng emas 0 ga. Chunki 7 0 bo'lsak 0 durustmi? Demak x'imiz bergan tengizimiz 0 ni qabul qilmaydi ekan. Bu bizda yat tomir. Yat tomir. Endi kelasi 49 minus x kvadrat teng 0 ga deydi. Minus x kvadrat teng minus 49 ga bo'ldi. O'ng tarafga o'tganda minus 1 ko'paytirib o'tsam x kvadrat teng 49 bo'ldi. X teng qanchaga? Plus minus 7 ga. Endi bergan tomirdan bir son o'qig'i solamiz. Birinchi en kichik bizda minus 7. Andikin bizda 0. Ochiq bo'ldi 7 tomirlar. Andikin bizda 7. Bu 7 ochiq bo'lsa bizda teng 0 yo'q. Endi 7 ni cho'ng arasidan olaylik. Mening yaxshi ko'rgan sanim bu 10. 10 apir bu oxirgi tengizlikka qo'ymiz. 10 ning kvadrati 100. X ni o'rniga apir 10 ni qo'ysam 10 ni kvadrati 100. 49 100 dan olsam minus 51. Bu bizda salbiy son. 7 ni 10 ko'paytsam 70. Bu bizning ijobiy son. Kasr bo'lishga ma'no bildirdi. Salbiy sonni ijobiy son bo'lsak, bizga salbiy son kelib chiqadi. Bu salbiyni yuqoriga emas, aksincha töveniga qo'yish kerak. Endi tomir sonni foydalanma. Tomirdan 7 ni qancha talba? Bu 7 dan 1 talba. Bu yerdan bizda bu 7 ham minus 7 degan bildirdi-ku. 7 dan 1 talga, demak bu minusni plus qilib almashadi. Endi 0 keldik. 0 ni qancha tal? 1 talga. Plusdan minusga almashadi. Bu bizda minus 7. Minus 7 dan 1 talga minusdan plus qilib almashadi. Ana qarang, tengizlik nima so'radi? Ijobiy araliq so'radi. Ijobiy aralig'i bizda mana bu araliq ham bu araliq. Javobi minus cheksizlikdan minus 7 gacha 1 kedi 0 dan 7 gacha deb mushtaq javob yozamiz. Kelasi bundaq bir tengizlikdan yechib ko'raylik. Bundaq deydi. X qo'shilgan 6 ko'paytirilgan x minus 1 kelasi 2x minus 3 kichik ekdan 0 dan deydi. Mayli 3 tal tırnaqchi berilsin, mayli 10 tal, mayli 100 tal, bunun çataq yo'q, hech qanday problem yo'q. 0'larni topamiz. Demak, ayrim-ayrim 0 tanlashtiramiz. Bu yerdan x dan minus 6 deb yozsam bo'ldi. Chunki minus 6 ga 6 ni qo'shsam 0. Bu yerdan x dan 1 deb yozsam bo'ldi. Chunki 1 dan 1 deb yozsam 0. Bu yerdan o'yimni chiqirma. 2x minus 3 teng 0 ga 2x teng 3 ga 3 ni 2 bo'lsak 1,5. Yana yozib beray bo'pti. 2x minus 3 teng 0 ga 2x teng 3 ga x teng 1,5 deb buni eg'iz chiqqan bo'ladi, biroq yozmadim. Sizlar texmi cho'nqur tushunsin deb. Endi berilgan tengsiz uchun son o'qilsaylik. Biz nimalarni deb oldik? 0'larni deb oldik. Bu 0'lari. Yana aparib qolgan x o'rniga berilgan salon qo'ysanglar, bu ifodamiz 0 bo'ladi. Tekshirib ko'raylik. 1 ni apiraylik. 1 ni apirib ikkinchi tarafga qo'yamiz. 1 ni 1 deb aytsak 0. 0 har qanday son ko'paysak, bu bularimiz javob 0 bo'ldi. Berilgan salon ichida eng kichik bizda minus 6. Minus 6 bo'yaymiz. Bu yerda barliq tomirlar bo'yildi, durustmi? Bizda yot tomir yo'q. Ham teng davot berdi. Kelasi bizda 1. Kelasi bizda 1,5. 1,5 ni o'ng tarafga sanoq olaylik. Meni yaxshi ko'rgan sonim bu 10.
10'ning altını qo'shsam 16 ijobiy son yozib olay. 10'ni 1 olsam 9 bu biz ijobiy son. 2'ni 10 ko'paysam 20, 20'ni 3 olsam 17 bu ijobiy son. 3 tal ijobiy sonni ko'paytirsa ijobiy son, yoki ijobiy sonlarni ko'paytirsa ijobiy son. Plusni qo'yma. Endi 1.15 ga doğun ekilimiz. Qarang, 1.15 qancha? 1 talki. Demak, plusdan minusga olmishdi. 1 kelib to'xtaymiz. 1dan qancha talki? 1 talki. Minusdan plusga almashtiramiz. Aldı kelib to'xtaymiz. Minus oldi 1 talki. Demak, plusdan minusga bo'lib olmishdi. Endi qarang, kichik yoki teng nol deydi. Biz salbiy araliq so'rayapti. Mana bu araliq ham bu araliq. Demak, javobi minus cheksizlikdan minus 6gacha birikadi. Ondan keyin 1dan chekib 1.15gacha. Bergan taqsimga javob mana shu. Kelasi shuna bir yana hisob chiqib ko'raylik. Bunda deydi x minus 4 ning kvadrati ko'paytirilgan x minus 3 ham x plus 2 cho'ng haqiqatan 0 deydi. Ana qaranglar. Bir yaxshilab tinglab beringlar. Bu hisob sal boshqacharoq. Nollari x minus 4 teng 0 ga x teng 4 ga deymizda. Yani qaranglar. Bu bizni ikkinchi darajalik tenglama. Bu 4 ning asli bu qancha tal? 2 tal degan so'z. Kelasi bu yerda bizda x minus 3 teng 0 ga x dan qancha? 3 ga. Kelasi bir x dan minus 2 ga bir dal yazsak bo'ldi. Yani nimaga bu 4 dan 2 tal desanglar? Sababi bizda tengimiz qancha darajalik bo'lsa, demak daraja soni qanchaga teng bo'lsa, tengning to'mirmi nima bo'ldi? Shuncha tal bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni ikki talda bersam bo'ldi. Yoki har bir araliqdagi sonlarni tekshirib ko'rsam o'zam bo'ladi. Bergan araliqda bizda eng kichik son biz minus 2, ondan keyin 3, ondan keyin 4. 4 ning orasida biz yulduz qo'yib qo'yaylik. Endi qaranglar. 4 ning o'ng tarafiga qolgan bir son olaylik. Endi meni yaxshi ko'rsam bu 10. 10 ni bir tranche qo'yma. 10 ni 4 ni olsam 6, 6 ni kvadrat 36 bu plus. 10 ni 3 ni olsam 7 bu biz ijobiy son. 10 ni 2 ni qo'shsam 12 bu ijobiy son. 3 ta ijobiy son ko'pisi ijobiy son. Endi ba'zilar nima qildi? Plusni qo'ydi, minusni qo'ydi, plusni qo'ydi, minus qo'yib almashtirdi. Yo'q. 3 bilan 4 ning orasidagi sonni olaylik. Aytaylik 3.5. 3.5 dan 4 ni olsam minus 0.5. Onu kvadratlasam ijobiy son chiqdi. 3.5 dan 3 ni olsam ijobiy son 0.5 bo'ldi, durustmi? Kelsa 3.5 ga 2 ni qo'shsam 5.5, 3 yerda tamg'i ijobiy son chiqdi degan qaydan? Ya'ni tamg'isini bo'ldi, 3 ijobiy son ko'pisi ijobiy son. Qarang tamg'ini bo'ldi, almashdi. Shu sababdan buni tanglamining darajasi qarab chiqqan tomir sonini shuncha deb yozgan durust. Endi qaranglar. 3 ni qancha tal bor? 1 tal bor. Shunday-ku. Men plusdan minusga bo'lib almashdi. Minus 2 dan 1 tal bor. Minusdan plusga almashdi. Nima uchun bu tomirning ikki tamg'isi birdek bo'ldi desanglar, uni olib sanab tekshirib ko'rsanglar bo'ldi. Yoki men sizlarga tushuntirgandek, bu 2 darajalik kvadrat tomir rusma. Kechirsizlar. Shu sababdan men 2 tal deb yozaman. 4 dan 2 talga demak 2 tal bo'lsa, men bu bir şey tushunib o'tgandim. Agar tomir soni jup bo'lsa, shu tomirning ikki tarafiga tamg'ini bo'ldi, birdek bo'ldi. Demak, bu 4 dan 2 talga 4 ning ikki tarafiga tamg'ini birdek bo'ldi. Minus 3 dan 1 tal nima qildi? Tamg'a almashdi. Minus 2 dan 1 tal tamg'a almashdi. Ya'ni tomir soni jup tal bo'lsa, nima qildi? Tamg'alar birdek bo'ldi. Doğrulan qo'yitimiz. Kerak araliqni shtrixlaymiz. Yani javobni qanday yozamiz? Javobni yozganda mana yozganlar bor. Biz bir minus cheksizlikdan minus 2 gacha 1 kudu 3 dan 4 gacha 1 kudu 4 dan plus cheksizlik bunday yoz. Bu mu durust? Yani
Biz bunu baştan yazalım. Minus çekizlikten minus 2'ye birikidi. Endi bu 3'ten qaranglar. Bu 4 nollar durusmi? Bizning so'rayotdi, bizda ijobiy son bilan 0 so'rayotdi. Shu sababdan bizda bu 4 bergan tangsil bo'ldi, qanoatlantirdi. Shu sababdan ikki to'mirib bo'la oladi. Shu sababdan birdan 3 dan pul cheksi deb mundaq yozib atsam bo'ldi. Yoki 4 ning quli qabul qildi. Kelasi biz mundaq tangsil bersin deylik. Ana qaranglar. Derisi 3. Demek x plus 6 teng 0'ga x teng minus 6'ga derici ko'rsatkich 3 bo'lgandiki, demek minus 6'dan 3 tal da biz qo'ysam bo'ldi. Nimaga 3 tal deyilsanlar? Men nimaga oldim desam 4 tal dedim. X plus 6 bunday yazim bo'larsizmi? X plus 6'ning kubini x plus 6 köpeytilen x plus 6 yani köpeytilen x plus 6 deb bundaq yazgılı bo'ladi. Her birisinden nima chiqdi? Minus 6, minus 6, minus 6. Shu sababdan minus 6 3 ta deb bunda yazgılı bo'ladi. Kelasi bu bizda o'tirib tirnoqchidan qancha chiqdi bizda? X teng minus 2 bir dil yozib olaylik. Kelasi bu yerdan chiqdi? X teng qanchaga? 3 ga bo'ldi. Sebab 3 dan 3 ni yozsak 0. Yani biz 0 deb oldik. Derece ko'rsatkich qancha? 4. Demek 3'ten 4 tal. Dep bunda yozib olay. Endi bergan savlarni bir sanab qo'ysalmiz. Endi bu savlarni belgilaylik. Bizda qaysida belgilaymiz? Birinchi eng kichik bizda minus 6. Tam bo'g'iliqdan bu bo'yildi bizda. Kelasi bizda minus 2. Maniki bizde 3. 3'ten 4 talka. Bu bizden bu cüpsan. 4 bu cüpsan. Demek şuna her işkelisinin tam kısmı bu. Birdek buldu. Birdek buldu. Şu sefer aslı yıldız koy. Nimiş yıldız koydum. 3'ten 4 tal. Bu 4 cüpsan. İşkelerin tam kısmı birdek buldu. Kelesi 3'lü çoğara sanalarlı. Ben adet kaleti 10 alma. 10 altını korsam 16. 16 kubulsam eder ijobiy son çıkıyor. 10 2'ni korsam 12. Bu biz ijobiy son. 10'dan 3'ünü alsam 7. 7'nin 4 deriz bu bizde ijobiy son. Yani 7 4 40 köpesi ijobiy son. Ijobiy son köpeğinisi ijobiy son. 3'ten qaranı 4 dal o. Demek işkelek tamı kana birdek buldu. Sebep 4 bu cüp son. Cüp son. Endi doğulan qo'yatdik. Minus 2'ni qancha bu 1 tal. 1 tal. Bu 1 qanasa biz taqsan. Shu sababdan bu plusdan minus qilib olmashdi. Kelasi minus 6'ni qancha 3 tal. 3 tal bu qanasa bizda taqsan bu bizda. Taqsan bo'lganlikda minusni plus qilib olmashdi. Demak, plus bilan shtrixlaydi. Cho'ng 2 tan bo'ldi deydi. Berilgan tangsil cevabı buldu. Minus çekizlikten minus 6 içi birikidi. Minus 2'den plus çekizlikçe deb mundaq yozib bo'ladi. Kelasida biz buna bir tangsil yechib ko'raylik. Bundaq deydi. 4x kvadrat elg'an 4x plus 1 bir tirnoqchada ko'paytirilgan. Kelasi tirnoqchada x kvadrat minus plus 6x plus 5 deydi. Kichik ikkita 0 deydi. Bergan tangsilga men 0 deb ishim kerak. Onun uchun men nima qilaman? 0 ga tanishtirman. 4x kvadrat minus 4x plus 1 teng 0 deyman. Yoki x kvadrat plus 6x plus 5 teng 0 ga. Diskriment 16 element 4 ko'paytirilgan 1 teng 0 bo'ldi. X birinchi tomiri minus 4 bas 4 deb yozma. Shundaqmi? Bu 0 bo'lsa element 0 bo'lingan 8 teng qancha bo'ldi? 2 dan 1 bo'ldi. Qisqartirsak x ikkinchi tomiri 4 plus 0 bo'lingan 8 teng 2 dan 1 deb yozsak bo'ldi. Yoki 0 chiqqan holatda biz
Bizim ne bezimiz x1 ten x2'ge ten formumuz qanday? Minus b bölgen 2a. Şunda qo'y. x1 ten x2'ge ten minus 4 ma demek biz 4'e bez bölgen 8. 2 ten kaçı? 2'den 1'ge. Demek 2'den 1'de 2 talda 5 sonu bolu. Eki bu 0 bolgan halatda, yani 2'den 1'den kaç tal? 2 tal degan söz. 2 tur geçsek bolu. Hiç qanday farkı yok dedi. Keleside bu hesaptan bizde diskriminant yapmaz. 6 kvadratı 36. 50'gan 4 köpeytilgen 1 köpeytilgen 5 ten 16 bolu. X birinci tomri ten 6 bolsa minus 6. Bu 16 kaçı kvadrat? 4'ün kvadratı. Demek 50'gan 4 bölüngen 2 ten minus 5 bolu. X ikinci tomri kaç bolu? Minus 6 plus 4 bölüngen 2 ten sürde minus 2 çıkıp bölüngen 2 ten kaç bolu? Minus 1 bolu. Yani qarama. Berilgen sanlarını bir sanı qo'salay. En küçük biz minus 5. Andaki minus 1. Andaki bizde 2'den 1. Qaranglar, 2'den 1'den qancha tal bor? 2 tal. Mana x 1 mi 2'den 1, x 2 mi 2'den 1. Shundoq mana. Demek 2'den 1 hozir yulduz qo'yib qo'yay. Nimishga 2'den 1'den 2 tal bo'lsa, 2 yoqqa tamg'irim qilib qaytildi. Mana 2 tal. 2'den 1'den 2 tal. 2 qanaqsan? Bu bizde jüp san. Jüp bo'lsa, jüp tal bo'lsa, 2 tamg'ila birdek bo'ldi. Endi 2'den 1'den cho'ngroq sanni olay, 10 ni olay. 10 ni olib biz belgen tanesi qo'yaylik. 10'ning kvadratı 100, 4 köpetsem 400, 4 10 köpetsem 40, 400'ün 40'ını alsam 360, birini koşsam 361, tamlıqsı iyice bir san. 10'ning kvadratı 100, 6 10 köpetsem 60, 160, 165 iyice bir san. Demek tamlıqsı iyice bir san. 2'den 1'den 2 tal bo'lganlikdan, yani jüp tal bo'lganlikdan tamlığı qanday bir xil bo'ldi. Minus 1'den qancha tal? Minus 1'den 1 tal. 1 tal. Bu bizni qanaqsan? Tağsan. Mana 1 degan bu tağsan, demek minus 1'den tam almışdı. Plusdan minusga. Kelesi minus 5. Mana minus 5 qancha tal? 1 tal. Bu bizni qanaqsan? Tağsan. Gap minus 5 tağ emas, bu 1'den. Mana bunu 1 bu tağsan. Şu sebepten minusdan plusga almışdı. Yani qarama, minusunu so'rayotdi. Demek belgileymiz. Hem nimani so'rayotdi bu? 0 ni so'rayotdi. 0'lar qani? Minus 5 bu 0'ları, minus 1 bu 0'ı, hem 1 0'ı. 1 bu 0'ı, 2'den 1 keçirse, 2'den 1 bu 0'ı. Yani qana yazımız. Ne yazımız buna hesapta? Minus 5'ten minus 1'gacha 1 kido hem yalnız 2'den 1 qıstirib oldi. Nimishga desanglar, sen hem salbiy sanni so'rayotdi, salbiy araliq, hem 0'larni so'rayotdi. Bizde mana bu minus 5'ten minus 1'gacha bu salbiy araliq. Minus 5 yalnız o'zi minus 1, yalnız o'zi 2'den 1 bo'lmasa 0'ları. Yani biz mana 0, mana 0, mana 0. Shundan hisobimizda javob mana mushtaq bo'ldi. Kelasi bunda bir hisob ishlab ko'raylik. Minus 5 bölüngen 2x minus 3 çoğun 0 deydi. Bu bizde rasyonel tensizlik. Bergen tensizlik yeyiş için ne qilamiz? Sürtü 0'ga tenglashtirmaymiz. Yani minus 5 ten 0'ga desek bu dursa emas. Bu turaqsa hech qachon 0 tenglashmaydi. Maxarjini deb yozamiz. 2x minus 3 ten emas 0'ga deb yozamiz. X ten emas 3 ga bo'ldi. 2x x ten emas 1.15 ga bo'ldi. Bergan sallan bir sanoq salaylik. Sanoqni yana yuqori qartib saqlab bo'ldi. O'ylab qolmanglar, qachon yetkazib chiqish kerak edi. Kichikroq son tövni belgilandi. Tak bizda yolg'iz tomir qancha? 1.15. 1.15 dan cho'ngroq bir son olaylik. 10 ni olaylik. 2 ni 10 ko'paytsam 20. 20 dan 3 ni olsam 17. İcebi san. Shundoq-ku. Salbiy sanni ijobiy san bo'lsam, salbiy san. Demak 1.15 dan cho'ngroq san olsam, tam qismi chiqadi, salbiy san chiqadi. Kelasi. Endi 1.15 dan qancha tal bor? 1 tal bor. 1 tal.
Bu bir biz qanasan bu tağsan. Demek minus'un plus'un bol tamga almışdır. Mana qo'yib etsem bo'ladi. Demek yani qaysi araq so'raydi? Ijobiy. Ijobiy araq so'rasa berishdi qilib qo'yma. Javobi minus chekizlikdan 1.15 kitap bunda yazamiz. Hurmatli do'stlar, bugungi darsimiz bo'yicha oxirgi misolimiz x'ning 4 darajasi ilon 13x kvadrat plus 36 kichik 2 0'da. Bu 4 daraja tengsizlik. Ne bezimiz? X'ning kvadratini teng a deb alaylik. Shu chog'da bu bizda a kvadrat minus 13a qo'shilgan 36 kichik 2 0 bo'ldi. Bizga topaylik. 13 kvadrat 169 erilgan 4 ko'paytirilgan 36 ko'paytirilgan 1 deb yozsak bo'ldi. Yazmasak mı buldu? Köpetsek 144 buldu. İvetsek 25 buldu. A1 tam 13 ilgan 5 bölgen 2 tam 4 buldu. A2 tam 9 buldu. Endi belirgen salan sana koysayımız bizde birinci 4 mi oldu? Andaki bizde 9 mu oldu? Sanu kız boğan iken yani qaram 9'un çoğara sanalay 10 alay. Bu tengsizlik koyma. 10'ning kvadrat 100 13'ni 10'u köpeytsem 130 100'dün 130'unu alsam minus 30 minus 30'a 36'ını korsam 6 buldu. İyice bir san. 9'un bu bir tal. Şuna koy. Tam almıştı o. Minusqa 4'ten kaçta bir tal minus'tan plus'ını bulup almışlar. Kiçik 2 tam deydi. Bu aralığıma iştiraklayma. Şuna menen demek berilgen a sanım minus 4'ten çoğun bırak kiçik kaçının 9'un buldu. Bu biz a sanımız. Biz a boyunca geçtik. Şuna a diyerek. Yani bu a'nın orduğu x kvadratın demek. Şu çağda benim bulu x kvadrat çoğun 2 tam 4'ten kiçik 2 tam 9'un buldu. Bu berilgen tengsizliğini bunda izah oldu. X kvadrat çoğun 2 tam 4'ten x kvadrat kiçik 2 tam 9'un. Berilgen tengsizliği yaşasana sadece x tam plus minus 2 çıktı. Nolları x tam plus minus 3 çıktı. Bu nolları. En küçük bizde minus 3. Andikin bizde minus 2. Andikin bizde 2. Andikin bizde 3. İşte çoğara bir sanaları 10'unu alayım. 10'a bir bu tanesi koyma. 10'un kvadratı 100. 100 9'dan küçük emez durma. Demek bu aralık bizi kerek emez. Minus koyayım. Kiresi 2 kilo 3'ün aralığı 2 ton 5'ini alayım. 2 ton 5 kvadratı 6 bütün 100'ün 25. 625 4'tün çoğun bırak 9'un küçük. Demek kanatlandırır. Demek bu aralık bizi kerek pluslu koyayız. Endi tomur sani bizde qarama 2'den bir talba minus'u plus kalmıştı. Plus'u minus kalmıştı. İşte almıştırıp koyduğumuz. Kerek yani iştihlayımız. Yani kereke bizde plus baya bizde kereke cevap minus 3'ten minus 2 geçip oldu. Kerek aralık bir kıdı. Hem 2'den 3 geçip oldu. Yani bu tenzlikte yani sizler ne bir son buldu? Bu tenzliğin cevabı mesela ideal minus çekizlikten minus 2 geçe berikadu 2'den plus çekizlik geçe. Bu cevap deyip bunu cevabını kıyılaştırsam benim kılım muşu cevap kelip çıkıyor. Şu hürmetli dostlar, bugün dersimiz ayaklaştı. Bugün dersini yakınlasak demek ne kılımız? İntervallar usulü boyunca her kanı tenzlik geçken de rasyonel tenzlik olsun. Tomur sanını hesaplayımız. Eğer barlıq tomur sani itaylık 4 tal, 2 tal, 4 tal, 6 tal, 8 tal ve şunun uçuş ketebese tomur sani 2 tal, 4 tal, 6 tal, 8 ve şunun uçuş ketebese demek şu tomurunun 2 tarafı tamğalim oldu, birdek boldu. Eğer tomur sani 1 tal, 3 tal, 5 tal, 7 tal yoki tağsan bolsa tomur sani tağ tal bolsa demek o tomurun 2 tarafı tamğalim oldu almıştı.
bir ayaq plus bo'lsa ishchilik minus bo'ldi yoki minus bo'lsa plus bo'ldi. Mushlar hurmatli do'stlar, bu darsni oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Sog' salomat bo'linglar.